Asalcham, naryoqda yong'in bo'lyapti. Kichik korxonam yonyapti. Tur, yordaming kerak menga. Nima deyapti Joni aka? Tushunmadim men sizni. Qanaqa yong'in? Qayerda yonyapti? Asalcham, meni kichik korxonam, ishxonam bor-ku, o'sha yerga o't tushdi. Dushmanlarim yoqib yubordi. O't meni yoshligim o'tgan, beg'uborligim, kichkinaligimdan o'sha yerda katta bo'lgandim. Meni uyim desa ham bo'ladi. O'sha yerda yonib ketdi asalcham. Kul bo'lyapti yonib. Kichik korxonam deganingiz, ana kichkina musorkaxonani aytyapsizmi? Asalcham, sen uni musorkaxona demagin. U meni kichik korxonam, ishxonam bo'ladi. Meni ofisim, biznesim o'sha yerda baklashkalarni terib, makulatura, temir tirsak, karton, hamma plastiklarni terib, qayta переработкаga berib, o'tda yaxshi men pul aylantirardim. Meni biznesim bo'ldi, yondi hammasi. Bo'ldi, tinchlaning. Sal o'zingizni bosib oling. Men yerga o'tiring, bir gaplashaylikchi. O'zingizni bosib oldingizmi? Endi bir boshdan gapiring. Kim yoqadi u musorkaxonani? Kimga keragi bor uni? Sen bilmaysan-da, unaqa past baho berma. O'tda bilasanmi qancha biznesim aylanadi. Xullas, yoki buni sho'rik qilgan. Sho'rik iflos oxirgi paytlar o'zi orqamdan sekin poylab yuruvdi. U meni tuzimni yeb, tuzlig'imga tufirdi. Shuncha yaxshilikni bilmadi ko'rnamak. Yoki Vaysa qilgan. Vaysaga ham oxirida baklashkalarni terib, vlajniklarni sotayotgani uchun kam maosh to'layotgandim. Menimcha shu Vaysa qilgan. Raqobat ham bor-da bu yerda. Chunki boshqa musorxonalarda menikidagi pul aylanmaydi. Tushunmadim bu ishlaringizni. Yig'ishtiring, baklashka deysizmi, bir narsalar deysizmi? Umuman men tushunmadim bu narsangizni. Yig'ishtiring bunaqa ishlaringizni. Qancha kerak? Asalcham xullas shundan gapirdi. O'tda rekonstruksiya qilish kerak, yong'inni bartaraf qilish kerak, mebellar kuygan bo'lsa mebellarni almashtirish kerak, musorni baklarni alishtirish kerak, devorlarni bo'yash kerak, remont qilish kerak. Xullas bir 4-5 ming ko'kida kerak.